To'yimdan keyin biror marta chiqib ko'cha supurmaganman, lekin bugun aqlli kelinlarga o'xshab ertalab soat 5 da turib ko'cha supuraman deb nechida turganimni dadajonim bomdod namozidan qayt etgandan ham bilib olsalaring bo'ladi. Kamera yoqib supurayotganimizga dadajonim shetda o'zini shipiraslar xolasmi kamera uchun deb qo'yadi. Tashqarisi shunaqa katta mahallani boshdan supurib kelayotgandek bo'ldim. Yana o'chashib, shuncha payt o'tmagan mashina aynan supurayotgan paytida u yoqdan bu yoqqa musorda sudrab o'tishaveradi-da. Qo'qonda Uchko'prikda namgarchilik kuchli bo'lganligi sababli ham tuman tez tushar ekan. Uje bu yog'iga menimcha bahor tugaguncha shunaqa tumanlar bilan yashasak kerak. Ko'pchilik mana vodiyda yashayapti deb o'ylabdi ekan. Yo'q, vodiyga borib turibmiz bir oyda 3-4 martalab, lekin asosan biz Toshkentda yashaymiz, bilasizlar. Obzor sifatida aytib ketay, mana xuddi shu supurayotgan joyim kelin-kuyov uchun qurilgan kottej, ya'ni uyning ichida отдельный uy qurilganda. Hozir supurayotganimni ko'rgan odam video uchun supuryapti, top-toza joyda deb o'ylashingiz mumkin. Yo'q, lekin chang. Shu sababli ham bir haftada bir marta supurilib turish kerak. Mana bitta bu bolani qaranglar, Rapunzel sochlarini tashlab. Bu yoqda bo'lsa ozroq romantik tanaffus olgandan keyin ishim yana davom ettirdim. Sizlarda ham erjoniylar shunaqami, ora-orada rahmi kelib qolsa ish qilayotganlarni ko'rib kelib motivatsiya berib ketadimi? Agarotda ichidagi qozonlar supuraman desam, loyida bir ko'ngildan yomg'ir yoqqani uchun shu sababli shu chekani supurdim. Bo'ldi, shu bilan ishlarim tugadi. Xayr.